o'zingizni suyishni biling. Shundala texmi talilik bo'la olasiz. Ko'p vaqtlarda o'zimizni tuban ko'rib kamsitib qilishimiz o'zimizni suyishni, qadrlashni bilmaganligimizdan bo'ladi. İşte kuchlik, irodasi chin kishilarning hammasi o'zini suyishni biladi. Chunki o'zini suyish o'zi bilan bog'lanish hosil qilganga barobar. Bundaq bo'lganda odam o'zining kichik dunyosini toniya oladi. O'zini texni kuchlantira oladi. Zhang Deifeng ilgari mundaq degan. Qadrli kim? Sirtda boshqa odam yo'q. Faqat o'zingizla bor. Siz o'zingizni suyishni, qadrlashni bilganda, ondan texmi yaxshi bo'lgan o'zingizni uchirta olasiz. Omad taleyingizmi kun sari yaxshilanadi. O'zini suyish uchun odam avval o'zini kuzatishni bilishi, o'zini tushunishi kerak. O'zini tuvan ko'radigan, kamsitadigan odam doim o'zining qimmatini his qilolmaydi. Shunga o'zingizni suyish uchun avval o'zingizdagi go'zallikni his qila olishingiz kerak. Biz turmushda boshqalarning emas, o'zimizning o'sib yetilishiga bekrak ko'ngil bo'lishimiz, o'zimizning dunyosini kuzatishimiz kerak. Dunyodagi har bir odam yagona mavjudotdir. Bu dunyoda o'xshash odamdan ikkisi mavjud emas. O'zini suyishning mohiyati haqiqiy o'zimiz bo'lish, eng erkin holatimizni tepishdir. Mohiyat jihatdan o'zimizni suyish yana o'zimizning qimmatini muayyanlashtirish va o'zimizning hayotining cho'qim alohida qimmati borligiga ishonishimizni ko'rsatadi. Ko'p chog'larda qalbimiz sirtqi dunyodagi nurg'un narsalar bilan to'shib ketgan bo'lg'achqa o'zimizni suyishni unutib qolamiz. Munavvar kishilarla suyulishga arziydi deb qaraymiz. O'zimiz munavvar bo'lolmagan, ishlarni yaxshi qilolmagan chog'larda suyulishga arzimaydigandek his qilib, ko'nglimiz yerim bo'ladi. Bu o'zini suyganlik bo'lmaydi. O'zini suyalgan kishi o'zining har bir turli hissiyotini, kayfiyatini kuzatishni biladi. O'zimizni suygan chig'imizda mayli azoblanayli, mayli xushal bo'layli, ojiz bo'layli yoki qaysar bo'layli. Bularning hammasi bizning his qilganlarimiz. Bularning hammasi hayotimizda qadrlashga tegishli bebaho narsalardir. O'zimizni suygunimizda o'zimizdagi energiyaning iqin yo'nalishini kuzatalaymiz. O'zimizni kuzatish orqali energiyaning iqishini, yo'nalishini boshqaramiz. Masalan, texmi yaxshi, munavvar kishilardan bo'lishni o'ylab boshqalarga havas qilganimizda, avval o'zimizga qaytishimiz, o'zimizning munavvar kishilarning qatoridan bo'lishimizga ishonishimiz kerak. O'zingizning kayfiyatingizni ko'p kuzatgan sari o'zingizni texmi cho'nqurlab tushuna olasiz. Odamning o'zini suyishi o'zini texmi yaxshi holatga o'zgartirishdan derak beradi. Odam o'zini suygan sari o'zini o'zi o'zgartiradiganligini, texmi yaxshi bo'lgan o'zini yaratilaydiganligini his qiladi. Menimiz bilan anqatlimiz hech munosabatlik. Mayli o'tmishimiz yaxshi yoki nachar bo'lishidan qat'iy nazar, shuningga ishonishimiz kerakki, kishilik hayotdagi mumkinchilikning cheki yo'q. Shunga osonlikcha o'zingiz chekchiga qo'yib olmang. Shuning o'rniga o'zingizning qanday kishilik hayotni beshingizdan o'tkazishni xohlaydiganligingiz to'g'risida aktivlik bilan tafakkur qiling. O'zingizning kelgusi uchun zo'r planlarni tuzishni o'rganing. O'zingizning nega berishingiz kerakligini, nimani xohlaydiganligingizni bilasiz. Butun dunyo siz uchun yo'l beradi. O'z bitilish yo'lida nurg'unlagan tasodifiyliklarga uchraydiganligimiz aniq. O'z bitilish jarayoni buningdanmi bekrak o'zimizning izlanishiga muhtoj. Shunga kishilik hayotimizni qanday o'tkazishni xohlaydiganligimiz to'g'risida tafakkur qilishimiz kerak. Aniq o'ylab bo'lamagan bo'lsingizmi kerak yo'q.
to'xtamasdan izlansangiz, tafakkur qilsangiz tamamen bo'ladi. O'zingizning kishilik hayotini bir maydon ulug' tajriba deb biling. O'zingizni cheklab olmang. Mana mushunday o'ylab tirishgan vaqtingizda, tavakkul qilib o'rnib baqqaningizda, sizning dunyoringiz texim erkin bo'ladi. O'zini suyish herkesmi o'zining orzulari bilan cheklanib qilishini ko'rsatmaydi. O'zini behuda cheklashma emas albatta. Kelib chiqishimizning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'zimizning orzusi uchun har qanday tirishchilik ko'rsatib, kurash qilsak bo'lganligini ko'rsatadi. Shundoq bo'lganda orzuyingiz quruq xayol bo'lib qolmaydi. Orzuyingiz uchun amaliy harakatga kela olasiz. Amaliy harakatga kelgandan keyin ondan o'zingiz orzu qilgan kishilik hayot to'g'risida tafakkur qila olasiz. Sizning ko'nglingiz ham qalbingizmi orom topadi. Diqqatingizni o'zingizning turmushiga, ishlarga markazlashtira olasiz. Ko'z oldingizdagi ishlarni yaxshi qilsangiz, ichingizdan xushal bo'la olasiz. O'zingizni suyishni bilsangiz, texmi talilik bo'la olasiz. Bir odamning taliyi yo'shirin ong bilan zich munosabatlik. Siz o'zingizni nisbas qur deb o'ylasangiz, o'ylaganingizda texmi qamlashmagan ishlarga uchraysiz. Sizni texmi nisbasudi. Sizdagi yo'shirin ong shuning munosabatlik ishlarni, odamlarni o'ziga tortadi. O'zingizni suygan ekansiz, o'zingizning go'zalligiga, o'zingizning texmi go'zal ish va narsalarga uchraydiganligingizga ishoning. O'zingiz yoqtiradigan turmushga erishadiganligingizga ishoning. Texmi go'zal ishlar sizga uchraydi. Psixika ilmida tortish qonuniyati deydigan bir narsa bor. Buningda demakchi bo'lgani, odamning qalbidagi ishonch uzluksiz turda sizning ichki dunyoingizni tuzaydi. Yaratadi. Bu bara sirtqi dunyoga ta'sir ko'rsatadi. O'zingizni suyishni biling. Qanday ishga uchrashingizdan qat'iy nazar, mayli mag'lubiyat yoki o'ngishsizlik bo'lsin, yuz bergan ishlar tufayli o'zimizni inkor qilmasligimiz kerak. Bu ko'ngilsizliklarning hammasining faqat vaqtlik ahvol ekanligiga, o'sib yetilishdagi besib o'tishga tegishli bir jarayon ekanligiga cho'nqur ishonishimiz lozim. Umumiy jihatdan to'liq o'ylashgan holatda o'zimizning kishilik hayotimizga yuzlanishimiz lozim. Mushundoq qila olganda texmi erkin yashag'ili, parvoz qilg'ili bo'ladi. Ansizlik his qilganda, qayg'urgan chaqda o'zingizni inkor qilmasdan o'zingizni quchoqlashni, o'zingizga tasalli berishni biling. Ham o'zingizga. Qadrlik o'zim, sen to'limi yaxshi. Bu qiyin ahvolning hammasi vaqtliq. Hammasi tezla o'tib ketadi deb madad berishni biling. O'zingizga ishoning. Taqdiringizni qaytadan o'zgartiradiganligingizga ishoning. Bu odamning o'zini suyganligining eng yaxshi ifodasi.